Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarim. Hammalaring sog'lommisizlar? Mana 2 kundan beri syomka ham qilolmayapmiz. Biz Besharoq shamoli, Qo'qon shamoli deydi-yu. 2 kunda mana sal jag'i o'chib turibdi. Buni bizni nima deymiz? Opat shamoli ham deymizda. Hamma yoqda opat qilib mana bu xonavayron qilib ketdi. Uzumlarda toshlarimizni qaranglar mana. Mana ularni qaranglar mana. Nimalarni qaranglar mana. Uni uzumlarni qaranglar mana. Uzumlar, tosh. Onu qaranglar, shuncha. Endi mana uni qaranglar, qaysi biriga haligi nima bor diyor, Soldatni otasi degan gruzin film bor edi. Haligi chol tashlar mana nima qilayotganda haligi tankis bosib ketganda borib miyasini olib qo'ygandek bo'lganda endi iloji yo'q, meni ham jahlim chiqyapti. Hech iloji yo'q endi. Nima qildim, bunaqa baylarni mana nimaga solib qo'yganmiz, bakarashkaga. O'zlaring bilsalaring kerak. Buni ko'pchilik ham biladi. Solib qo'yib bakarashkaga solib qo'yamizda, tabatak qilinadi-yu. Shunaqa qilinadi. Mana endi qilib bekitib olib qo'yganmiz. Mana o'shaning uchun ular balki yo'q mana hammasini. Bu yarim holati bu. Shunaqa bizning shamolimiz ahvoli shu. Bo'ldi. Hamma yo'qda bodomlarni qaranglar endi, sizgina bodomlarni ahvolini qaranglar mana. Sekin-sekin pasaygan joyi bu mana. Buni qarang, bu yerlarni qaranglar, yer bilan bitta qilib hamma yo'qda. Mana bodomlar. Qaranglar endi. Nima deymiz bularga endi? Bizning sharoitimiz shuda endi. O'ralarimda ham qarang, yer bilan bitta qilib tashadi, yer bilan bitta. Uni qaranglar, oy o'rtoqlar. O'ralarni qaranglar. Hosildorlik nima deymiz endi? Yer bilan bitta mana. Hayibda, hayib. Marbartak tutlari qaranglar. Endi bu marbartak tutsam janavar shunday qilar ekan, tag'in ham to'kadi shamol. Agar shamol to'kmasa-chi, buni qarang mana yer davosini qarang, uni qarang. Uni qarang. Mana kecha shamolimizdan to'kilib qolgani mana. Xudo xolasa ertadan pishadi, o'shanda ko'rsataman. Zo'r tutda bu. Katta oq tut. Qaranglar, pomidorlarni ahvolini qaranglar mana yotkizib. Ertamatan xudo xolasa barini tikaqib chiqaman deb ularni qaranglar mana ahvolini. Mana. Dumaloq tashagan hammasini ertamatan mana shamol yotadi, xudo xolasa. Hozir o'sha kechki paytda holat bu. Uni qaranglar ularni ahvolni. Mana yesh tashagan. Ertamatan bariga qum uyaman-da. Mana kartishkalarim yaxshi. Kartishkalarga ziyon yetmadi. Xudoga shukr deymiz, endi boshqa nima ham deyardim. Ofatda bu ofat shamolimiz. Har yili bu holat bor, mana shu. Har yili ofat shamol bo'ladi-da. Nima qilamiz endi? Mana nimalarim ham gullayapti, mana shalg'amlarim. Haligi ko'rgansizlar, haligi aytgandim-ku. Gullay xudo xolasa. Mana o'sha gul ko'rsatishni ham boshladi bular ham. Aytdi, pomidorlarni ham anchasini vayron qilib tashabdi. Endi nima qilamiz? Tabiiy ofat iloji yo'q. Har yili shu. Har yilgi ofat mana. Buni yotishini qaranglar. Ularni qarang mana. Buni qarang. Ertamatan boshqatdan barini nima qilib chiqaman, qum uyaman deganda ertamatan chopib. Ahvol shu. Nima deymiz endi? Tabiiy ofatda, tabiiy ofat. Ana bitta pomidorlarim ham o'shancha shu suv bermasdan turdim. Agar suv berganimda bormidi, xonavayron polni yumshab qolgan bo'lardi, tayib yesh tashagan bo'lardi. Xudo xolasa mana endi shamolimizdan o'shan nima deydi? Shamolimizdan o'tib oldik, opat shamoldan. Ertamatan ishimiz shu endi. Qum uyamanda nima qilib chopib qolib suv beraman endi. Mana hammasi gullab bo'ldi mana. Hammasida gul. Mana shamolni kutib turdik, mana shamolimiz ham kelib o'tib ketdi, xudo xolasa. Meta bittasini vayron qilibdi mana. Bittasini sindiribdi mana. Endi buni tayda
Mana shu yerdan yondan chiqadi. Shu bitta ofat bo'libdi bunda, bitta bateriya. Mana o'rtoqlar, o'shancha biz pandagimizni foydasi mana shu bizga xolos. Endi xudo xolasa betga ham suv qo'yganim yo'q. Mana agar mana shu holatimiz mana yoqda bo'lsam, tashqarida bo'lsam, pomidor olishni iloji yo'qdi. Biz agar mana pomidorlar ham tashqarida bo'lganda voynada bitta tirik qolmasdi. Bu shamolimizdan. Chunki mana endi o'tib oldi shamolimiz, ertadan parnikni ham yechish kerak. Nima deyman, plyonkalarni yechish kerak. Yechib tashlaymiz, ana keyin suvlarni berib, xudo xolasa bu yog'i yaxshi endi. Ketuvimiz yaxshi. Shamollarimiz o'tib oldi. Ofat shamol, Qo'qon shamolini bilsalaring kerak. Chunki o'rtoqlar, syomka bo'lmadi. Ertamadan havo yaxshi bo'lib, shamol bo'lmaydi. Syomka qilamiz. Yana xudo xolasa muxlislarim, ertamadandan, erta tongdan syomkani boshlaymiz. Yangi mavzularda nima qilaman? Buguncha shu endi shamol payti olish iloji bo'lmayapti. Men aytaman, sal yengilyapti shamolimiz ham. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Bu yog'i dehqonchilik bemalol tomosha qilaveringlar. Ko'rishguncha, ertalabgacha. Xayr, salomat bo'linglar.